$5000 hisobda mana ketdik, buy ochamiz. Ketdik mana. Do'stlar, mana bizda yangi akkaunt ochilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. $5000 akkaunt. Shu bilan sizlar bilan ya'ni $6000 gacha chiqaramiz do'stlar. Live trade bizda $1000 foyda qilamiz nasib Xudo xolasa. Bu yog'i biz bosamiz. Go, ketdik. Buy. Do'stlar, mana ketdik. Ochamiz. Scalpingda savdo qiluvchilar bo'ladigan bo'lsa, buyga harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Do'stlar, bizda zonamiz 4614 dan biz buyga kirdik do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. 4612, 4613 dan buyga kirdik do'stlar. Zonamizdan do'stlar kim kirgan bo'lsa, hozir mana $150 foydada. $200 foydaga chiqdi do'stlar. Endi take profit, ya'ni yopadigan zonamiz do'stlar 4620 da yopamiz. 4620 da biz yopamiz. 4620 gacha ushlaymiz do'stlar. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bu o'ta go'zal. Mana $100 foyda, $150 foyda turibdi. Mana ochilgan hamma, misol uchun zedilkarimiz foydada turibdi. Kimlar ochgan bo'lsa foydada do'stlar. Foydada turibmiz. 4616 do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. $300 dan ortiq foyda. $400 foyda do'stlar. Nima deyapti $400? 4617 18 do'stlar, mana. Hozir ko'rishingiz mumkin mana 17 18. 4620 da yopamiz. Keling, ungacha take profit qo'yib qo'ysam bo'ladi. 4620. Take profit qo'yamiz. Agar misol uchun biz take profitimizga borsa, foydada yopiladi. 4620. Agar do'stlar pastdan kim kirmagan bo'lsa, kirsa bo'laman. 4612 ga tushib ketdi. Kirmaganlar bo'lsa, harakat qilib ko'ramiz kirishga do'stlar. Kutamiz do'stlar va biz baribir foyda bilan chiqamiz. Buni 4625 ga qo'yaman. Bu qo'yilgan. Mana 4624. Do'stlar, pastki zonadan kim kirmagan bo'lsa, kiramiz do'stlar. Mana 4610 dan kiramiz do'stlar. Buy. Buyga harakat qilib ko'ramiz do'stlar. Oxirigacha bosamiz. Mana bizda juda ham zo'r narxlar tushib turgan do'stlar. Tepaga harakat qilib ko'ramiz do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana zonadan ideal harakat qilib bermoqda. Ya'ni 4612, 4613 bizning buy zonamiz edi. 4620 gacha boradi do'stlar. 4620 da save qilamiz. 100% save qilamiz. Ya'ni do'stlar, save qilamiz degani 50% yopamiz degani. 100% save qilamiz degani bu 100% yopamiz degani. Shuning uchun do'stlar, shu narsaga ham yaxshilab ahamiyat berasizlar degan umiddaman. Bizda hozir $200 foyda turibdi. $200 mana. Foyda tepada ko'rinadi. Kutamiz do'stlar. John Liferga kiringizlar. John Lifer misol uchun har kuni bo'ladi. Mana kecha John Liferda ham salkam $1,500 mi, $1700 mi shunaqa foyda qildik do'stlar. Ya'ni 20 million so'm foyda qildik. Bugungi videomizda ham mana $1000 foyda qilishdi. Sizlar bilan ko'rib o'tamiz. $1000 gacha ishlaymiz do'stlar. Ya'ni mana bu $5000 depozitimizni biz $6000 gacha chiqaramiz. 4616. 616 ga chiqdi do'stlar. 4620 mana bizda o'z take profitlar qo'yilgan. Mana o'ta go'zal. 17. O'ta go'zal. Nima deyapti do'stlar zona? Nima deyapti? Do'stlar 18. Do'stlar, biz yopamiz hozir. 19. Do'stlar, mana 100% yopdim. Qarang, mana $657 do'stlar foyda. Live trade bilan bizdan $657 foyda. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mana 13, ya'ni 4613, 4612 dan do'stlar sizlarga misol uchun buyga harakat qilib ko'ramiz dedim. Misol uchun mana tepaga narx yurib ketdi va pastga ham yurib berdi. Kirmaganlarga kiringlar dedim.
kirildi va mana aytilgan 4620 100% save qilamiz deb mana 4620 ga chiqdi do'stlar. Kim foydada do'stlar? Foydada bo'ladiganlar bo'lsa Telegramdan tashlab qo'yinglar. Moni 33 meni Telegram lichkam. Tashlab qo'ysangiz xursand bo'laman. Bu misol uchun tashlang deganim misol uchun sizlardan qanaqadir pul bering degan ma'noda emas. Просто tak misol uchun bu menga motivatsiya bo'ladi. Misol uchun shuncha signal beryapman Jonliferda. Signal bergandan keyin biron kishi foyda ko'rsa, misol uchun men xursand bo'laman. Hozir qisqa muddatga scalpingga misol uchun silka ham harakat ko'raman. 4618 da yopaman. Mana 4619 da misol uchun kirdim. Hozir 4618 da yopamiz mana. Buni tek profit qo'yib qo'yaman. 4618. Do'stlar zona lekin просто yorib yubordi. Live trade. Tek profitlar qo'yildi do'stlar, endi kutamiz. Kutamiz do'stlar, kutamiz. Lekin impuls bilan juda ham zo'r tepaga yurib berdi. Kim foyda qilgan bo'lsa ham yaxshigina foyda qildi do'stlar. Mana live trade o'zida $657. Просто tak yaxshi foyda qildik. Kutamiz do'stlar. Payga signal ochibman. Uzr, adashib ketdi do'stlar bu. Buni men hozir yopaman. Payda yopdim. Endi selda kutaman do'stlar. Mana do'stlar hozir sel. Kutamiz do'stlar. Mana 4620 ga tushdi do'stlar. Mana 4619. Scalpingda savdo qilamiz dedik-ku, yoramiz do'stlar. M1 nima deyapti? M1 do'stlar, M1 da. Lekin impuls bilan lekin tepaga normal yurib berdi tepaga. Jonliferimizda hech kim yo'q-ku. Jonliferga kiringlar. Jonliferga kim kiradigan bo'lsa, yaxshi foyda qilib olasizlar. Jonlifer hamma uchun ochiq havlasi, har kuni kirib olib live trade'dan soqqani bo'lsa bo'ladi. Pulni ishlaydigan joy kelyapti do'stlar. Xo'sh, mana do'stlar 1 soatlik sevicha, biz 1 minutga o'tamiz. Mana 4619 do'stlar, o'ta go'zal, o'ta go'zal. Mana do'stlar, o'z tek profitimizda ham uribdi mana. Tek profitlarimiz urilgan, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. $691 foydada bo'lgan. Mana pastda misol uchun mana bizda ikkita tek profitimiz foyda bilan yopilgan. Bular ham do'stlar foydada mana. Siz ko'rishingiz mumkin emas, $80 foyda, $70-80 foyda turibdi. 4618 ga bizga tek profit qo'yganmiz. Tek profitlarimizni hozir olib yopiladi agar zonamizga kelsa. Do'stlar, mana tek profitimiz oldi. Bizda menimcha yopamiz. Mana do'stlar, o'zi bo'ldi, yopildi. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. $796 foyda. Kutamiz endi do'stlar. Endi bayga. Bay do'stlar. Mana bayga ketdik do'stlar. Hozir qancha bizda foyda? $796 foyda. Ya'ni $200 foyda qilsak, o'zi $1000 ga yaqin bo'ladi. Hozirda bizda minus turibdi. Kutamiz do'stlar. Do'stlar, yana misol uchun bizda mana 4613, 4612 bay zonamiz. Mana shu 4613, 4612 dan misol uchun hozirgi paytda misol uchun hozir mana 18:16 da 36 da bayga qizib ko'rsa bo'ladi. Shu 16-12 zonadan. Scalpingga do'stlar, faqat scalpingga. Ya'ni men swing trade'ga berakan yo'q. Scalpingga endi qisqa muddatga bayga harakat qilib ko'rsalaring bo'ladi. Kutamiz.
qiziquvchi bo'ladigan bo'lsa kirsa bo'ladi. Do'stlar, o'zi ochilgan sedelkalar foydaga sekin chiqib boshladi. Mana pastdagilar mana sekin foydaga chiqyapti. Kutamiz. Do'stlar, juda ham ko'pchiliklar misol uchun mana bu pastdagi $400-500 minusni ko'rib qo'rqib ketadi. Просто bu meni misol uchun balansim kattaligi uchun men misol uchun qo'rqmasdan savdo qilyapman. Misol uchun $5000 depozit bor. $5000 bilan hozir siz bilan live trade'ni olib boryapmiz. Mana do'stlar, o'zi hozir sekin foydaga chiqa boshladi. Kutamiz. Mana foydaga chiqdik. $100 foydada. Do'stlar, yopdik. $1055 do'stlar. Live trade'da o'zida $1055. Bitta hozir screenshot qilamiz do'stlar. Kim foyda qildi? Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. O'zi 20 minut ichida prosta soqqani bosib yubordik. Ya'ni zo'r qilib normal foyda chiqib oldik. 4622-21 dan qisqa muddatga skalpingga selga harakat qilsak bo'ladi. Bosamiz do'stlar, bosamiz. Skalpingni ham mana skalpingni o'zida mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. $1055. Live trade. Mana skalpingni ham yo'ryapmiz. $4620-21-22 dan skalpingga misol uchun qiziqib ko'rsangiz bo'ladi. Agar pul bo'ladigan bo'lsa, hozir shu 19, ya'ni 4619 dan bitta misol uchun ochib, keyin 20-21-22 dan misol uchun selga harakat qilsa bo'ladi. Mana aytganda o'zi misol uchun pastga zonamizda yurib beryapti. Yopamiz do'stlar. Mana $1090 bizda foydada. Foydadamiz. Do'stlar, mana $1119 foyda. Do'stlar, misol uchun men mana jonli efirda sizlarga zonani aytib o'tyapman. Mana misol uchun tepada sell zona 20-21-22, ya'ni 4620-21-22 deb aytib o'tdim. Pastda misol uchun buy zonamiz 4612, 4611, 4613 deb aytib o'tyapman. Kim foydalanayotgan bo'lsa, mana biz sizlar bilan misol uchun men ya'ni jonli efirga kim kirgan bo'lsa, men bilan kirganlar misol uchun mana ishlab oldi. Misol uchun $5000 deng, ya'ni 1100% 20% bo'ladi. Kamida misol uchun 20% ga balansda ko'tarib olgan bo'ladi kim bo'lsa. Mana skalpingga hozir selga yana qiziqib ko'raman. Mana hozir selga men qiziqaman. Selga. Do'stlar, mana sel ochildi. Mana hozir foydani sizlarga ko'rsataman. Qanday savdo qilishga, qanday trade qilish kerak. Kuzatamiz do'stlar. $1000 deb aytib o'tgandim do'stlar, o'z sizlar bilan foydani hozir mana 1100 bo'ldi o'zi. Ziyodi bilan foyda qildik. Yana foydadamiz. $100 foyda, $200 foyda. Kutamiz. Do'stlar, yopdik. Mana $1559. Do'stlar, nima deyapti zona? Nima deyapti? Live trade'ga kiringizlar dedim. Zonalar berilgan. Misol uchun buy zona ham, sell zona ham berilgan. Prosto yo'ryapmiz dedi-ku. Shu mana $1559. Yana qiziqib ko'ramiz. Shu 12-13 dan buyga qiziqamiz. Bitta buy ochdim. Yana tushib beradigan bo'lsa, buyga kirib ko'raman. Do'stlar, $1600 foyda. $1600 foyda. Kuzatamiz.
$1800 bo'lsin, $1800 to'xtatamiz do'stlar. $1800 hozirgi misol uchun O'zbekiston so'miga hisoblaydigan bo'lsak, bu pul bizda misol uchun 20 million so'm bo'ladi. Ya'ni bir kunda 20 million so'm ishlash. Kecha ham misol uchun bir 20 millionga yaqin pul ishladik. $1700 foyda qilgandik. Adashmasam 1700, 1800 shunaqa. Do'stlar bo'ldi, endi kutamiz. Mana 4611, 4612 bizda buy zonamizga keldi. Tepaga kuzatamiz. 4615 da yopamiz. 100% save qilamiz. 100% save. O'zi mana bizda sekin foydaga chiqib boshladi. Mana pastdagi misol uchun ochganlarimiz foydaga chiqdi. Bizda hozir $200 foyda bo'lsa, o'zi $1800 bo'lar ekan. Ya'ni kunlik foydamiz $1800 bo'ladi va bu misol uchun so'mda 20 million bo'ladi. Ketdi do'stlar, 4615, 4616 da yopamiz, save qilamiz. 4615. Mana do'stlar, $200 dan oshdi foydamiz. Kutamiz yana. Ziyodi bilan kutamiz dedik, ziyodi bilan. Kutamiz. Bizni zonamizga hozir ozgina qolmasdan mana pastga tushib ketib qoldi, lekin yana kutamiz. 4614, 15 ga bormayapti. Agar kim hozir mana shu jonli efirni ko'rayotgan bo'lsa, 4611 dan buyga harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi. Qisqa muddatga scalpingga. Ya'ni 4611 dan misol uchun buy kirganlar 4615 da yopsa bo'ladi. Kirib foydani qilib olingizlar. Va biz kutamiz do'stlar, kutamiz. Mana bizda 4614, 4615. Do'stlar, yopdim mana, ko'rishingiz mumkin. 4615 bizni zonamizga yetib kirib berdi mana. 4611, 12 dan kirganlar mana 4615 yetib keldi do'stlar. Mana $1869 foyda qildik Live Trade Tuzda. Do'stlar, albatta mana shu Live Trade'imizga misol uchun videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, like bo'lsin, kommentariy yozing va go so'zini qoldiring. Go so'zini qoldirgan bo'lsangiz, men ertaga yana mana shunaqa live stream qilaman. Ya'ni shu 18:00 larda live stream boshlanadi. 18:00 yoki 18:10, 20 shu atrofi. Live streamimiz boshlanadi. Mana sizlar bilan birgalikda live streamni do'stlar $1869, ya'ni 20 million so'm pulni ishladik do'stlar. Barchaga rahmat. Signallar, live trade'lar kerak bo'lgan bo'lsa, Telegramdan ham yozsangiz, misol uchun live